Assalomu alaykum. Mana hozir bugun 5-kun pasientimizga zinda apparati bilan lizing kapelitsiyasini birgalikda qo'yib olamiz. Pasientimiz rezultatdan davolandilar. Ya'ni oyoqlaridagi shishlar hammasi ketgan va birinchi kun suyanib kelgan narsa bugun o'zlari yugurib kelyaptilar. Hozir pasientimiz o'zlaridan ham eshitamiz. Bugun 5-kun kelishingiz? 5-kun bugun kelishim. Birinchi kundan rezultat bor edi, yaxshi. Bugun 5-kun bo'lsa, qo'lni o'sha asson tashlab, o'zim keldi. Yaxshi his qilyapman, o'zimni barmoqlar ishlamasdi, ishlayapti. Men davolanman bundan. Biz ham xursandmiz.